Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Urganch tuman markazida yangi qurilgan 4 qavatli binoning ikkinchi qavatida 50 metr kvadrat 2 xonali kvartira musodaladi. Bahasi 380 million so'm. Mo'ljal Raycenter Abbos aptek yonida. Kirish ishlarimiz sifatli temir ishlardan qo'yilgan. O'ng qo'limizda somuzeli. Bu xonamiz kuxnya. Hurmatli obunachilar, kuxnyamizga yangi kuxonli mebel qo'yiladi. Yangi gaz plita vitichga qo'yiladi. Zamonaviy kotelimiz kuxnyaga joylashgan. Pastlarimiz 100% laminat pol qilingan. O'ng qo'limizda spanli. To'g'rimizda ko'cha tomon balkoni. Patologlarimiz natija patolog qilingan. To'g'rimizda katta zal joy. Xonalari alohida. Har bir xonamizda isitgich zamonaviy registrlar qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, Ruslancha kanalida bu telefon nomerlarimiz ekranlarda yozilgan. Bemalol telefon qilaveringlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' omon bo'linglar.